Juda yaqin kelyapsan. Qo'y. Qo'rqib ketdingmi? 3-sinf 2-bo'linmadagi Xana, sen menga yoqasan. Xana. Xana. Do'xana. Kim Xana qayerda? Kim xo? Ana u. Buni men yeyman. Xana. Buni ko'rdingmi? Nimani? Kecha telefonim buzilib qolgandi. Rostdanmi? Kecha Facebookda seni kimdir belgilabdi. Men 18 yoshman. Odamlarning yozishicha, Maktabdan keyin ishing yo'q, to'g'rimi? bu erkin yosh emish. Men bilan uchrashishga nima deysan? Nima? Hoy, oxirgi paytlar shu gapni hammaga aytib yuribsan. Shu odatingni yig'ishtir. Qo'yaver, u doim shunday qiladi. Unga dars berib qo'yish kerak. Agar u bilan uchrashsang, boshing balodan chiqmaydi. Nega u bilan uchrashadi deb o'ylaysiz? U menga yoqmaydi. U shunchaki meni yaqin do'stim, qiz o'rtog'im. Qo'ysangchi, kecha u bilan kinoga borganding. Men va yigitim ham oldin do'stlar bo'lganmiz. 남사친 사이였거든. Yigit va qiz o'rtasida do'stlik bo'lmaydi. Buni men yozmaganman deb qasam ichasanmi? Uning o'z yoqtirgani bor. 좋아. Rostdan-a? Bu oddiy suhbatlar. 대화들이 Senmi? Yo'q. Menga oddiy tuyulmaydi. 말들이다. Bu sen to'g'rimi? Buni sen yozgansan. To'g'risini aytsam, reklamadan so'ng davom etamiz. Nimasi bo'ldi? Sen haqiqatni aytguningcha hammadan so'rab chiqaman. Dars payti uxlama, ko'rishguncha. Xana, tezroq kel. Agar bu grafiklarga yaxshilab e'tibor bersak, birinchi va ikkinchisi o'zaro to'qnashayotganiga ko'zimiz tushadi. Shu yo'l bilan bizda x hosil bo'ladi. Bizdagi mavjud x noma'lumlikni anglatadi va u orqali biz kelgusida bizga kerakli bo'lgan sonlarni topishimiz mumkin bo'ladi. 무슨 말이야? Ma'lum sonlarni hisoblash orqali x ni ham topishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchidan esa Undan so'rab ko'rchi. Nimani so'rayman? Ular rostdan ham uchrashayotganni. Dars o'rtasida-ya. Baribir darsga quloq solmayapsan-ku. Xana baribir qattiq o'qiydi. Men ham xanaman. Men ham qattiq o'qiyapman. Uchrashayotganliklarini so'ra. O'zing so'ra. Uning oldida sen o'tiribsan. Hoziroq so'ra. 야, Hoy. Rostdan ham men bilan uchrashyapsanmi? Axir yo'q dedim-ku. 근데 Nega men ham deb chaqiryapsan? Shunchaki unda sirli postchi. Uni ham men yozganmi? 민이야? Bilmadim. Bu ham deb o'ylaysanmi? Menimcha u Xana deb yozilgan. U sen bo'lishing ham mumkin. Bu sirli so'zlar. 하나가 Hoy, ikkita Xana. Dars payti gaplashishni bas qiling. Xo'p, Ikkinchi Xana, sen ham javob ber. Menga qarang, ikkovingizni ham ismingiz Xana, lekin baholaringiz tog' bilan osmondek. Yo xudo, bunga qara. xo'p. Shu gap xayolimdan ketmayapti. 내리 꽂는다. Hoy, bo'ldi, shovqin qilmanglar. Dars hamon davom etyapti. Bu juda ham qiyin emas-ku. Yaxshilab o'ylab ko'r. 그런 게 아니라 네가 생각하는 것만큼 Bunga bir qara. 인간과 인간의 관계에 있어서 Hoy, unga qachon uchrashni taklif qilasan? Kimga? Xanaga. Kim Xanagami yoki Do'xanaga? Bo'ldi, o'zingni bossang-chi. Orasidan bittasini sen ham yaxshi ko'rasan-ku. Bema'nilikni bas qil. Sen o'zingga Kim Xana yoqadi? Yo'q, menga u yoqmaydi. Hoy, ularni matematika o'qituvchisi urishib beribdi. Do'xana va Kim A ustozdan gap eshitdi. Sen urishib berishdimi? Qo'rqitib yubording. Aytishlaricha Kim Xanani ustoz urishib bergan ekan. Nima? Bunday bo'lgani yo'q. Unda kim gap eshitdi? O ishingni bajardingmi? Uy vazifami bu? Matematika. Bizni urishishgani U yo'q. sizlardan matematika kitobini qarzga so'rab turmoqchi. Qul gapingni oxirigacha aytmaysan-a? Yo'q.
Keyinroq. Nega? Shunchaki. Kel ovqatlanamiz. Juda yaqin kelyapsan. Hoy, Nega? Hayajonlanib ketdingmi? yo xudoyim. Bularga bir qarang. Hoy, qornim ochdi. Yur oshxonaga. Ketdik. Mening ismim Xana. Qani? Ketdik. 17 qo'shuv bor. 하나를 더한 Men hozir 18 yoshdaman. 하나. Tasviriy san'at darsiga borasanmi? Boraman. Lekin telefonim buzilib qolgan. 들렸다가. Tuzatishga olib borishim kerak. 아, Ekran yonib o'chaveryapti. Boshqalar bilan aloqaga chiqa olmayapman. Hammang bilanmi? Yo'q. Biz bir-birimiz bilan uncha gaplashmaymiz. U bir qizni yoqtiradi. Menimcha sen qiziq uning yoqtirgan uni ham yoqtirishini bilarmikan? 좋아하는 사람 있다고 하냐? 아, 또 켜. Yana yondi. Urusdan buzilibdi. Qayerdasan? Dars qiluvchi zalimizga kela olasanmi? Qayerdasan? Aytgancha telefoning buzilgandi-ku. Yana uchib qoldi. Bugun o'quv guruhining muhim kuni edi. Lekin shu sabab qatnasha olmayman. Hayotda yashash oson emas. Juda ko'p narsalar haqida qayg'urish kerak. Bu gaplarni aytganingda yosh kattalar kulmaydimi? Ular o'quvchilar hech narsa haqida qayg'urmaydi deb o'ylashadi. Ulg'aygan odamlar juda qattiq ishlashadi va qiladigan ishlari ham juda ham ko'p. Yaxshi, boramga qo'ng'iroq qilsam maylimi? Ha? 아, Nimaga kelyapti? Ular o'xshaydi-ku. Unaqa deganim yo'q. Nima? Tan olasanmi yoki yo'qmi? Bu katta ko'pak edi. Katta ko'pak. Katta ko'pak edi. Nihoyat tagiga yetdim. Senga kim dili sor qilgani haqida? 에이. Ular menimi yoki dohani aytgani hali ham ma'lum emas. Unda qanday bilasan? 내일 Oddiy kunlarning birida. Bilaman-da. Bu men. Hech narsa sodir bo'lmaydi. Umuman, 하나도 없었다. Buni qayerdan bilding? Fol ochyapsanmi? Kar 99 keyda otib tashlashini xohlaysanmi? Yo'q. Agar 18 yosh bo'lsak, hech narsa haqida tashvishlanmasligimiz kerak. Rostdan ham senmi? Nima qiziqyapsanmi? Lekin har daqiqada biz jiddiy gapirayotgan edik. Sizlar bilan aydab guruhi bo'ldi. Ovoz berishda Kichkintoy Anora va Ilhom ishtirok etdi. Uchrashguncha xayr. 18.